Jo'rayevmi Mahbuba? على الشاطئ البحر كانت الشمس م- مشرقة. آه، dengiz bo'yida, qirg'og'ida quyosh porlab turar edi. والصغار فرحين. Va kichkintoylar baxtli edilar. راح هشام ينادي أحلى مثلجات في الجو الحار. Ajoyib muzqaymoqlar. آه، Hulvun. Hisham Hulvun. nido qilishni boshladi. Dan olsak, ahla nima bo'ladi shunda? Ahli ajoyib. Hulvunni o'zidan olsak ma'nosini to'g'ridan-to'g'ri. Eng shirin bo'lsa kerak. Hmm. Eng shirin. Hulvun Holva, shirin-ku. holvayat, shirinlik. Shirinlik, holvayat. Shirin muzqaymoqlar. آم، fil javil hari. Havoning issiqida Ya, shirin filjavil muzqaymoq. havoning issig'i izoh emas-ku. آه، Filjavil harri maxsus sifat. Issiq havoda. Mhm. issiq havoda bo'lyaptimi shunda? Hmm. Issiq havoda shirin muzqaymoqlar. Mhm. آم، hayya ya sig'ori. Ey kichkintoylar, kelinglar. Va Umaru yunadi. Nega Va sig'ori Umar, bo'ldi? Nega kasrali qildingiz? sig'oro. Mhm. Ustoz, sig'oro. Nega sig'oro? Ha? Bo'lmasam sig'oru bo'ladi, lekin fi mahalli Yo'q. nasb Men hech bo'ladi. qaysi birini Ha, xato demadim-ku hali. Nega dedim shunchaki. ya nidodan keyin munodo keladida. Munodoni o'tmadingmi o'zi hali? Mavzu bo'yicha? Maf'ulun O't- mutlaq, Yo'q, maf'ulun O'tmadi. fihini alohida o'tganam. alohida o'tirmadi-ku, lekin o'shanaqada mansubotlar sanab ketaverdi. Ha, qaranglar. Mm, Agar bitta ismni qasd qilib tursam man, masalan, sig'or deganda qasd qilyapmanmi yo'qmi ularni? Qasd mm, qilinyapti. Bitta emas, umumiy, jamoaviy. Ha, qasd qilyapman, demak, ya sig'oru bo'ladi. Agar qasd mm, qilmasam, masalan, xonaga kirdim, erkaklar o'tiribdi-da, hech kimni qasd qilmagan holatda, "Ey erkak, sal e'tiborliroq bo'ling" dedim. Ya rojulan bo'ladi shunda. Hech kimni qasd qilmadim. Demak, e'tiborli narsa qasd qilish, qilmaslik ekan. Endi siz aytishingiz mumkin, uni qasd qilgan, qilmaganini men qayerdan bilaman? Agar qasd qilganda ya sig'oron bo'lardi. Oxirida alif bor-ku, fathali tanvinniki. Bildirib turardi. Fathali tanvin bo'ladi. Tushunarli-ga? mm, Ya sig'oru deganda ham o'zi fi mahalli nasb bo'ladi. Unda ham marfu mm, bo'lib qolmaydi, shunchaki rostga mabni bo'lib qoladi. Domma bo'lsa domma, alif mm, bo'lsa alif farqi. Izofada shundoq ham mansub bo'ladi. Ya Abdalloh masalan. Ularda shundoq ham mansub bo'ladi. Muammo yo'q unda. Demak, ya mm, sig'oru deymiz. Sig'oruni endi mansubun, marfuun demasdan o'zi mabni ala dom fi mahalli nasb. Mabniyun ala dom mm. fi mahalli nasb Na. bo'ladi. Mhm. وعمر ينادي. وعمر baqirdi. معنا طائرات. Yunadi. Nada chaqir bo'lsa baqirdi bo'ladi. Yunadi. baqiryapti. Mhm. معنا طائرات ورقية. bizda bor varrak. hayya ya sig'orun. Hayya ya sig'oru. Ey bolalar, kelinglar. كان الشاطئ مملوءا بالأنشطة. والجميع يسبح وي- ويجري هنا وهناك. وقirg'oq faoliyatlar bilan to'la edi. Narigi xonaga chiqib turinglar, men darsdaman. Va barchalari cho'milayotgan edi va
yugurayotgan edilar. U yerda, bu yerda. Mhm. Necha marta o'qidingiz? 4-5 marta o'qidim shekilli. 4-5 marta o'qib chiqdingizmi? Ha, mana birinchi o'qidim, keyin tartib qildim, keyin darsga diktofonga yozish uchun yana o'qidim. Keyin olima domla bilan dars qilganda o'qidim. Shunday qilib Ha. shunaqa bo'ldi. Sekin qiynalib E, o'qiyapti, shunga so'rab. Hop. mana shuni boqing. Men o'zi baribir ham o'sha hayajonni yengolmayapman-da, baribir ham tutilib qolaveryapman shu. Hozir menga aytyapsizmi? Shunaqa bo'lib qolaveryapti-da, baribir. Yo'q, ketadi. Ko'p-ko'p o'qisanglar ketadi bu. Hmm. Hop, qani, i'roblaychi. على حرف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. شاطئ اسم مجرور علامة جره كسرة ظاهرة. شاطئ البحر. وهو مضاف. البحر مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة ظاهرة. كان فعل ماد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تاء التانيث ساكنات حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الشمس اسم كان مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة. مشرقة خبر كان منصوب علامة نسبه فتحة الظاهرة. وحرف أطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. السعار مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة. فريحين فريحين bu yerda mubtadoga xabar bo'lyapti. Ustoz? Xabar bo'lsa, nega farihina bo'lyapti? Farihina o'zi i'rob jihatdan qanaqa holatda turibdi hozir? Hozir baxtli edi. Ana bu yerda Alomatga qarab, bolalarni ma'nosiga qaramas, farihina deyapti-ku. Marfumi, mansubi, mm, majrurmi? marfu. Yo'q, farihuna bo'lardi. Marfu bo'lganda. Jam muzakkar salim-ku bu. Farihuna, farihina, farihina. Endi keyingi savol. Mansubmi, majrurmi? 50-50 qoldingiz. Sorry. الصغار فرحين. Bolalar baxtli. Anaqa ustoz, bu vav bo'lganda mana kanadaqa bo'lyapti-da. Bu demak farihina mansubda. Mhm. Xo'p, bo'pti. Mansubdaligini bilishni eng oson yo'li nima, domla? Mm, Bu yerda hozir anaqaku zohir bo'lib ko'rinib turibdimi? Yo'q, Yo mana jar qiladigan narsa yo'q-ku. mm, Yo'q-ku, to'g'rim. Izofa nima emas. deysiz? Jar Ha qiladigan ha narsa yo'q-ku. Izofa emas. ha Va ha istig'oro alif lam bilan turibdi. Mudof, mudofun ilayhi emas. Chiqib ketdi. Harfi jar yo'q, bo'ldi. Bu o'zidan o'zi jar bo'lolmaydi. Demak, bu nasb ha bo'ldi. ha. Shu yerda endi bu ham endi bu qarang. Rof mansub bo'lyapti. Endi bu ham kanani nimasi bo'ladimi? Ismi xabari bo'ladimi? Shunda vovga ergashgandan keyin Mhm. Bu men yerda shunga tushunaman. Bu yerda to'g'rirog'i kana bitta mahzuf fe'l bor deymizda. Shunda kanati shamsu mushriqatan va kana sig'oru farihina va mana shu joyda kana taqdirda bor deganimiz to'g'riroq bo'ladi. Ustoz shuni anaqa e, anaqaga ergashgan desak bo'lmaydimi? Kanani xabari ismi xabariga o'xshab va bog'lovchi bo'lganligi uchun. Ism xabar unaqa kelmaydi va bu yerda o'zidan oldingizda kanat bo'lib turibdi-ku, muannasga. Ha, 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 ha. Jihatdan kana degan fe'l taqdirda bor deganimiz yaxshiroq ekan bu yerda. Tushunarli Mm, bo'ldi. mhm. Hmm. Yonidan tarkib qilib ketaveray, ustoz. Ha.
راح فعل ماد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هشام فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة. ينادي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهور الثقل. فاعله ضمير مستتر تقديره هو. آه، أحلى مفعول به منصوب علامة Nega نصبه maf'ulun bihi? إيه مبتدأ bo'lyapti. Yangi jumlani boshida kelyapti. Mubtada. مبتدأ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدرة منع من ظهور التعذر. مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر bo'ldi. Xo'p. وهو مضاف. وهو مضاف. مم. وهو مضاف. مثلجات اسم مجرور علامة مضاف إليه مجرور علامة جاره كسرة ظاهرة في حرف الجر مبني على سكون لا محل له من الإعراب. الجوي اسم مجرور علامة جاره كسرة ظاهرة. الحاري نعت للجوي نعت مجرور علامة جاره كسرة ظاهرة. عند حي نقا اسم كتورة مثلا اسم مبني أنا قسمي على تبغى. السكون. حيا هو نعم. فعل اسم فعل زيدنا اسم فعل بمعنى أسرع. م? اسم فعل بمعنى أسرع يعني tezlashing degan ma'nodagi ismi fe'l. آه، اسم فعل م- مبني. مبني على شنده مبني على السكون. مهم. بو لا محل بولد لا محل له من الإعراب. لا محل له من الإعراب. يا حرف النداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صغار منادى مرفوع وعلامة منادى. في محل نصب. منادى مبني مبني على على الضم في محل نصب. مبني على الضم في محل نصب. يحسد على برد. وحرف خالق ومحسونة. ترجمة boshqa tarjima qilib berabering. Bitta jumladan qilinglar. yana boshidan boshlaymiz. Ha, o'sha to'xtagan joylardan o'qib Ha tarjima ha qilib bo'ldi. berabering. طيب. وعمر ينادي معنا طائرات ورقية حي يا صغار. وعمر chaqirdi معنا طائرات ورقية nima deydi varrak biz bilan rangli qog'ozli varraklarmi biz qanaqa ma'nosi ekan? طائرات ورقية. Ha, qog'ozli varraklar bor. Ha, bizda qog'ozli varraklar bor. Hayya, ey bolalar, tezlashinglar. وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عمر عمر نما مبتدا مرفوع علامة رفع ضمة الظاهرة. ينادي فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضمة المقدرة منع من ظهورها الثقال. فهو خبر. أها فاعله ضمير مستتر تقديره هو. مهم. معنا مع اسم endi الفعل أها مع فاعله endi. قول الفعل مع فاعله جملة الفعلية في محل رفع خبر مهم. مع اسم ظرف منصوب التيم. على لبن ظرف التيمة. ظرف. مم. أوكي. ظرف مكان دي ممكن. هاي يا سمع. هاي مع ظرف مكان. يا
Ustoz, shu yerda bir savol bersam maylimi? Ha, bemalol. O'sha anaqa zorf makon, zorf zamon deyapmiz-ku, bularni hammasini faqat mansubotlar u anaqani gapni bir nimasimi bo'lagimi bu ham alohida o'zi bo'lagmi? Yoki Muta o'sha anaqa ha, alohida bo'lak bo'ladida, har doim lekin fe'lga yoki fe'lga o'xshash biror bir narsaga bog'langan bo'ladi. O'zi mustaqil emasda u. Ikkinchi darajali bo'lak. ha, Ya'ni bizda omda bor, fadla bor. Fe'l. Fe'lsiz jumla bo'ladimi? nima? Fe'lsiz jumla bo'ladimi? Fe'lsiz jumla ismi anaqada jumla. ismiy Ismiy jumla. jumla, ismiy jumlada mubtado xabarsiz bo'ladimi jumla? Yo'q, bo'lolmaydi. Jumla bo'lolmaydi Bo'lolmaydi. unda. Agar Hop. mubtado xabar bo'lmasa. Fe'liy jumlada fe'l foilsiz bo'la oladimi? Agar fe'l foil bo'lmasa, jumla bo'lolmaydi. Ha. Lekin maf'ulun bihisiz-chi? Jumla Bo'ladi. bo'laveradi. Fe'l bilan Bo'laveradi foildan jumla. iborat. Zorfsizchi? Bo'laveradi. Hmm, Tamyizsizchi? Bo'laveradi. Holsizchi? Bo'laveradi. bo'ladi. Demak, bizda umda bor, fadla bor. Umda asos. Fadla ikkinchi darajali bo'laklar. Umdaga mubtado xabar, fe'l va fa'il kiradi. Tushunadiga? Mhm. Endi ma'a bu zarf. Zarf Zarflar makan. har doim jar Mhm. majrur bilan zarflar har doim nima bo'ladi dedik? Mutaalliq bo'ladi. Mutaalliq bo'ladi Qayergadir fe'lga. bog'lanadi. Fe'lga. Mhm. مع ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة فهو مضاف ضمير متصل مبني على السكون آه، مبني على السكون في محل نصب مضاف إليه أيوة. شنو مضاف إليه في محل نصب ضمير في في محل جر مضاف إليه. في محل جر أعذر. في محل جر مضاف إليه shunda mutaalliqligi mana u yunadiga bo'ladimi? Yunadiga? Yo'q-da. Yo'q. Yo'q ish bu. Qayerga bo'ladi desa, toirotunni irob nima bo'ladi, domla? Unga bo'lmaydi. Toirotunni irobini so'rayapman. Unga bo'lmaydi. marfu marfu toirotuniki marfuda Jumladagi o'rnini aytinglar. Marfuligini bilamiz. U birinchi sinfda biladi-yu hamma. Birinchi oy o'quvchilar biladi. Sizlar jumladagi o'rnini aytinglar. Mubtada. Mubtada bo'ladi. Mubtada muaxxar bo'ladi. Kech kelgan mubtada. Demak, biz xabar muqaddamni topishimiz kerak. Xabar muqaddam qani? Yo'q. Demak, ma'ana Kana. mahzuf bo'lgan xabar muqaddamga mutaalliq bo'ladi. Farqi yo'q, u kanami, yakunumi, kainunmi, istaqarro, yastaqirru ma'no chiqadigan har qanaqa narsani siz muqaddar qilaverasiz. Ma'no chiqsa bo'ldi. Tushunarli-a? Labbi. ظرف متعلق بخبر محذوف desak ham bo'ladi, fe'lini aytmasak ham bo'ladi. Shunaqa Ha, desak. zarfu mutaalliqun bi xabarin mahzufin deb qo'yasiz bo'ldi. Nima u xabar mahzuf desa, keyin kainun deb yuborasiz, xohlasangiz. Xohlasangiz kana deb yuborasiz, farqi yo'q. Endi agar chuqur biror bir narsa ketayotgan bo'lsa, e, matn chuqurroq ma'noli bo'lsa, unda endi nima taqdirdaligi muhim. Lekin bunaqaga o'xshagan oddiy jumlalarda taqdirda nima borligi u darajada muhim emas. Asosiysi o'sha ma'noni chiqarib beradigan muqaddar nimadir bor. Xo'p, shunda demak mutaalliqligi zorfun mutaalliqun bi xabarin hazifu xabar hazifun bo'ldi muqaddamin mahzufin. محذوف خبر محذوف طائرات مبتدا مرفوع علامة رفع ضمة الظاهرة ورقية ورقية نعم خبر مرفوع علامة رفع ضمة الظاهرة حية اسم اسم فعل ورقية خبر dedingizmi? Nat. يا منون صفة نعت
ونعت على طائرة ونعت م- مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة. erinasizlar, bir qiynalib takrorlamaysizlarda o'zinglar marfu'un qilib yurasizlar. Nima u marfu'un? Nima degani u? Takrorlaylar, tabi'ani takrorlaylar, xabarni turlarini takrorlaylar. معطوف على الطائرات والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. مهم. خلاص. مم. مهم. ustoz naqd bo'lmayaptimi toiratga u? معطوف dedim uzr. نعت لي deb aytasiz. Mhm. نعت لي طائرة Li ونعت toirati yoki toiratin لي desangiz ham bo'laveradi, farqi yo'q. لطائرتي ونعت نعت نعت المرفوع مرفوع. مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. هيا اسم فعل حاضر مبني على السكون بون مبودكي لا محل له من الإعراب. يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صغار مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة. منادى مرفوع منادى مبني على الضم في محل منصوب نصب ولد بنا. منصوب مبني على الضم في محل نصب. Undan ko'ra munada deylar bo'ldi. Hop. كان الشاطئ مملوءا بالأنشطات Sizdan oldingi والجميع odamlarda anshitoti deb o'qidilar. Bizdan qiynalib anshita. بالأنشطة والجميع يسبح ويجري هنا وهناك. كان الشاطئ xullas o'sha sohilda barcha nimalar o'ynayotgan edilarda, band edilarmi? Nega umumiy tarjima bermaysiz? Uyda qilmaganmisiz buni? Yo'q, qiluvdim, mana buni yozmagan ekanman. Mana ansha totini yozmagan Anshitoti. ekanman. Anshi totini. Activity deydi. Bu nima deydi o'zbekchasini? Faolmi? Mashg'ulot. Mashg'ulotlar. Ha. Mashg'ulot. Shati, Faoliyat. yani sohil faoliyatlar yoki Mashg'ulda mashg'ulotlarga to'la edi deymiz. to'la edi. To'la bo'lganda. Cho'milishardi va yugurishardi va huna va hunaka va bu yerda va u yerda hamma joyda degan ma'nodami endi? Bu yerda, u Bu yerda degan ma'noda. bu yerda, u yerda hamma joyda shunday ish qilishadi. Hop, kana fi'l madi mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Ash-shati'u marfu'un ismu kana مرفوع علامة رفع ضمة الظاهرة مملوءا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة بالأنشطة بحرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أنشطة ذو اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة وحرف أتف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الجميع جميع مرفوع اسم مرفوع علامة رفع ضمة الظاهرة. جميع يسبحون معطوف خيري معطوف خلاص بسم الله. معطوف لجي منو شاطئ جمع yoki Kana. O'shanga bitta o'shanga to'g'ri kelyapti-ku o'zi, to'g'rimi? ومعطوف Sizlar bilan holni o'tmading? yo'q endi
Bu yerda bo'lmasam hol desak to'g'ri kelar ekan. Agar unaqa atf qilsak ma'nosi chiqmas ekan. Val jamiu yasbahu qilayotgan edi desa bo'lmaydi. Eh, O'sha mashg'ulotlarga to'la edi eh, va barcha bu yerda u yerda yugurardi, suzardi. Mana shu jumla hol bo'ladi va vovul holiga bo'ladi yoki vovu o'zi yangi jumla uchun kelayotgan vov bo'ladi. O'sha mubtada desak bo'ladimi ustoz? Shunda anaqa O'shanda mubtado bo'ladi. Agar vov istinafiya desak, u yangi jumlani boshlash uchun keladi. O'shanda to'g'ri kelar ekan. O'shanda to'g'ri kelar ekan. Ustoz, Hmm. val jamiyudan oldingi vayam vavul xoliya bo'lyapti. Mana u yajridan oldingi vayam u ham ikkita vavul xoliya bormi shunda? Yo, yajri Shunaqa yasbahuga ma'tuf bo'ladi. kelgisi. atf Ma'qul. ha ha. Hmm. Bo'ldi, tushunarli. Va al jamiyudan oldingi vavul xoliya Chunki desak kanani bo'ladimi? ismiga atf qilsak xabari ikkinchi xabar bo'lishi kerak emasda, birinchi xabari unga ham yuborish kerak edi. O'shanga bo'lmaydi. Hmm. Shunda Tushunarli. jami'uni Mubtada. marfu deb Mubtado. ketaveramizmi hozir? Mubtada. Mubtado. Hmm. اسم الجميع اسم مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة يسبق آه، فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة بنون nimasi فاعله فاعله ضمير مستتر تقديره هو وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب يجري يجري فعل مضارع معطوف مرفوع علامة معطوف آه يجري معطوف معطوف على يسبح يسبح ومعطوف معطوفي وعلامة معطوف رفعه معطوفي nima degani mana shuni xanima hammanglar shunaqa aytasizlar ma'tufi ma'tuf إيه ومعطوف يسبح ومعطوفي متى أنا هيدا o'shani o'rganish kerakda qaytaring bugun كروتي ضمن qaytaring خاب يعني كرمز خاب deymiz 5 daqiqa vaqtinglarni oladi mohiyatini tushunmagansizlarda demak ma'tufun ala yasbahu val ma'tufu على alal marfu'i marfu'un marfuga atf qilingan narsa marfu bo'ladi degan مرفوع درها معطوف على يسبح ومرفوع مرفوعي وعلامة رفع ضمة ظاهرة ظاهرة emas ضمة المقدرة منع إيه من مقدرة منع من ظهورها الثقال ولا لا ثقال كم hop هنا هناك bular xullas zarf ismi ishora bima'na zarf deymiz zarf ma'nosidagi ismi ishoralar endi راح savol يكون sizlarga bil anshito jar majrur qayerga mutaalliq bo'ladi Kanaga mutaalliq bo'ladi ustoz. Kanaga. yo'q mamlu'anga qaysiga mamlu'an mamluanga nega مملوءا mamluanga mashg'ulotlar bilan O'sha to'la faoliyatlar bilan to'la edi deb. ma'noda bo'lingan tushunmadim mashg'ulotlar bilan to'la edi. ma'nosiga qarab aytyapsizmi Yo'q, grammatik jihatdan qilishga haqqimiz bormi mutaalliq bunga Unda taqdirdagi kainunga bog'lanyapti shekilli ustoz. yo grammatik o'tib ketmanglar mamluanga dedik grammatik jihatdan haqqimiz bormi mamluanga mutaalliq qilish mamluan mutaallaq bo'la olaydimi Xobari kana bo'ladi ustoz. Yo'q. nega Fe'lga bo'ladi bironta fe'lga domla tavakkal yoki etmanglar mavjudanga tavakkal etmanglar nega bo'lolmaydi kim yo'q deyapti nega bo'lolmaydi Fe'l yoki shibha fe'lga mutaalliq bo'lishi kerakda, to'g'rimi? o'ylanglar fe'l yoki shibhi fe'l ho'p fe'l emas bu mamluan shibhi fe'l nimalar ular
jar va majrur bilan zarf Yo- bilan keladi. jar majrur shibh fe'l emas u. yo'q, shibha Shibh fe'lda jumla. fe'lga o'xshash ismda. Hop, qaysi Jumladan ular? Sanaganmizmi? Fe'lga Yozib o'xshash. bergan. Masdarlar shibha Mastar, xo'p. Mamlu'an mastarmi? Mala'a masdar, yamla'u mal'un. Mastarmi? masdar, masdar emasmi? Mastar emas. O'ylanglar, o'ylanglar. Yana qanaqa vaznlar bor edi o'sha yerda yozib berganim. Zorfi mavzusida tushuntirilganmi o'zi? Mutaalliq bo'lish. Ha, Mhm. Eslanglar, qaysi vaznlar bor? Yaxshi o'qimabsizlar deb bo'lmasam. Yo, orada bitta dars o'tganga esinglardan chiqib qoldimi? Ha? yo'q. Ustoz ismi qaytaryaptimi deyapti. Tushunmadim. Kim shu? Nima uyqusirab gapiryapsiz? Balandroq ayting. Ismi fa'il bo'lyapti. Ismi foil. Ismi foil qaysi vaznda keladi? Fa'il yozildi. Sulosiy mujarradda fa'ilun. Sulosiy mazidda o'sha bobni muzori fe'lini e, muzoriyat harfi dommalangani mim bilan. Masalan, muf'ilun yoki mufa'ilun. Lekin bu unga tushmayapti. Xo'p, yana qaysilar bor edi? Sifati mushabbaha bor edi. Sifati mushabbaha. Sifati mushabbahani eng mashhur vaznlardan biri fa'ilun. Hozir bir daqiqa shu o'ylab turinglar. Hozir bir daqiqa. Aylum. Bo'lmasa ma'mur ashatiyu fayluga tushishi mumkin. Hozir. Mamlu'an ismi fi'il. Topdinglarmi? Ismi fi'il ustoz mamlu'an. Ismi foilmi mamlu'an? Yo'q, ismi fi'ilmi? Ha? Ismi fi'il ham bor ekan. Ismi fe'l? Ana, Ismi ha. fe'l emas bu. Topolmadinglarmi? Shuncha odam bo'lib, ha? Kitobni ochib topolmayapsizlarmi? Kitobda anaqa darsni eshitib ko'rishimiz kerak qaytadan. Ismi foildan keyin nima Kitobdan turibdi? Sifati mushabbaha. Yana? Bormi boshqa ustoz? Yo'qmi boshqa? Olib ketganmi? Yo'q, lekin aytgan bo'lishim kerak. Ismi maf'ul. Mamlu'un, maf'ulun. Ismi maf'ul. U ham anaqa bo'ladi. Shibh fe'l bo'ladi. To'lgan bo'lyapti. Ismi maf'ul nima esga kelmadi? Mhm. To'lgan bo'ladi. To'lgan. Hali urilgan, yozilgan derdik-ku. Hmm. Tavakkal etmaymiz, qaranglar. Mamlu'an nimaga mutaallaq bo'la olyapti desa, o'ylash kerak. Mutaallaq o'zi nima bo'la olardi? Fe'l yoki shibh fe'l. To'g'ri boshladinglar. Endi shibh fe'lga nimalar keladi? Sananglar. Tavakkal u bo'lyapti, bu bo'lyapti, bu bo'lyapti deb tavakkal etsanglar, unda fikrlashmanglar. Shuning uchun taxmin ham etmanglar, tavakkal ham etmanglar, o'ylab aytinglar. Ha. Odila va Sharifa. أشار أحد الصغار إلى العربة. Bolalarning biri aravaga ishora qildi. ونادى أصحابه. Va sheriklarini chaqirdi. Hayya, hayya, asri'u. Kelinglar, kelinglar, shoshilinglar.
عربة المثلجات قد وصلت. مسقيمقني أروس كيلد يدا. أشار فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أحد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف. الصغار مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة الظاهرة. إلى حرف جر مبني على السكون. العربة مجرور علامة جره كسرة ظاهرة. الجار والمجرور متعلق بأشارة. وحرف عطف مبني على الفتح. ماذا فعل ماضي مبني على الفتحة المقدر منع من ظهورها التعذر. فاعله ضمير مستتر تقديره هو. أصحاب مفعول به منصوب علامة نسبه فتحة الظاهرة وهو مضاف. هو ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. هيا اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هيا مش نفر. أسرعوا فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فاعله ضمير مستتر تقديره أنتم. أسرعوا مبني على السكون. يبني على مبني ضم على بيبسي. الضم. ضم. آخر بودا كلمة أنا نون محسوب زي بولاد ما استاش ده في الأمر ده. قريلا فعل أمر oltin qoidasi yubna على ما يجزم به مضارعه. أسرعون مضارع شكل قناة bo'ladi. يسرعون. يسرعون ولا يسرعون. Yes. تسرعون bo'ladi, to'g'rimi? يسرعون يسرعون ولا Agar lam qo'shsam unga jazm alomati nima bo'ladi? حذف النون. Hazfun nun bo'ladimi? Demak, bu مم. amirda mabniyun ala حذف النون. hazfin nun deymiz. Demak, muzoriyda jazm alomati nima bo'lsa, amirda o'sha narsaga mabni deyotganmiz. Tushunarlimi? مم. Xo'p. عربة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف. مثلجات مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة الظاهرة. قد حرف مبني على السكون. وصل فعل ماضي مبني على الفتح. تاء التأنيث مبني على السكون. فاعله ضمير مستتر تقديره هي. الفعل مع فاعله جملة فعلية في محل رفع خبر. كان فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له Buni من o'qimaysiz, الإعراب. hali. تاء التناسق مبني على كانت نادين تجلس على عربة المثلجات. نادين مسقيناق أرغسني أتريان وراحت تحرك قدميها وأيقلرن حركة başladı. وهي تقول وأوجدت أحلى مثلجات وأجمل طائرات. هيا يا أصدقاء ويا صديقات. Şirin müsaymaklar ve kirali varlıklar. Gelinler, La ey eng shirin, dostlarım. ha? Eng shirin. En şirin müsaymaklar ve kirali varlıklar. Gelinler, ey dostlarım. كان فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تاء الثالثة مبني على السكون. ماضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. أجلس. أجلس فعل مضارع مرفوع علامة Nadine رفعه. Nodiz eshitilmay qoldi. اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. Mhm. تجلس فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. فاعله ضمير مستتر تقديره هي. الفعل مع فاعله جملة فعلية في محل نصب. خبر كان. على حرف جر مبني على السكون. عربة مجرور علامة جره كسرة الظاهرة. الجار والمجرور متعلق بتجليس. عربة وهو مضاف. المثلجات مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة الظاهرة. وحرف عطف مبني على الفتح. راح فعل الماضي مبني على الفتح. تاء التأنيث ساكنة مبني على السكون. وفاعله ضمير مستتر تقديره هي. تحرك فعل المضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. فاعله ضمير مستتر تقديره هي.
قدمي مفعول به منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه مثنى وهو مضاف وضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وحرف عطف مبني على الفتح هي مبتدأ ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة فاعله ضمير مستتر تقديره هي الفعل مع فاعله جملة فعلية في محل رفع خبر أحلى مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر وهو مضاف مثلجات مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة الظاهرة وحرف عطف أجمل معطوف لأحلى معطوف على أحلى معطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف طائرات مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة الظاهرة هي اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب يا حرف النداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب أصدقاء منادى مبني على الضم في محل نصب وحرف عطف مبني على الفتح يا حرف النداء مبني على السكون صديقاتي منادى منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث السالم nega sodiqotli bo'ldi bu? مؤنث kelgani uchun Muannasda kelgani uchun? jam muannas salim bo'lgani uchun Javob bunda ham sodiqotu bo'laveradi. Fi mahalli nasb bo'ladi. Asliqo yo'qsa. To'g'rimi? faqat kasra Ha? faqat nas qasd qilinmagani uchun demoqchimiz ustoz bu yerda? Yo'q, qasd qilingani uchun ham mabni bo'ladi. Qasd qilingani uchun Kering, mana asliqo u mabni ala dom bo'ldi-ku. ha, Sodiqotu ham mabni ala dom bo'ladi. Ikkalasi fi mahalli nasb bo'ladi faqat. Tushunarli? ustoz shu bir maylimi bitta savol qilsam. Mhm. anaqa ala arobatil musallajati jar majrur bo'lib mutaalliq buni gapdagi o'rnini nima deymiz endi? Nima degan o'rni? Gapdagi o'rnini mana hol deymiz, zorf deymiz. O'sha anaqa Jar majrur ham gapdagi o'rin-ku o'zi. shunaqa deb Jar desak majrur. bo'laveradi. Mana foil rofni o'rinlaridanmi? Ha, Mubtado rofni o'rinlaridanmi? ha shunday. Jarni ikkita o'rni bor. Harfi jar bilan jar bo'lish, mudofun ilayhi bo'lish bo'ldi. Ha, U jarni o'rinlari. ha, bo'ldi. Gapda bir bo'lak ekanda bu ham shunday o'shaqa misol hol Jar nima majrur bo'lak o'zi. Shunchaki biz buni boshidan o'tganimiz uchun sizlarga bu go'yoki bo'la emasdek ko'rinyapti-da. Lekin jarni ikkita dona o'rni bor. Harfi jar bilan jar bo'lish, izofa bilan jar bo'lish. Uchinchisi tavabi endi. Uchinchisi tavabi. tushunarli. Ha. Yaxshi. Boshlaydi va dalafruz. Shu yerdaman ustoz. O'qiysizmi? Ha. اقترب حارس شاتعه من عربتي وقال سنجري سباقا للطائرات ورقية sohilni qo'riqchisi aravaga yaqinlashdi va dedi qog'oz samolyotlar musobaqasini o'tkazamiz. Aqtaroba
اقترب فعل ماضي مبني على اقترب الفتح لا محل له من الإعراب. nima deysiz ustoz? اقترب qanaqa fe'l deyman? Iqtaraba. iqtaroba. Hmm. Shunda o'qilishim ma'diy fe'li? Ha, mozi fe'li. Ha, iqtaroba. فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. حارس فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة. الشاطئ اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. من حرف جر Nima مبني jar على qildi uni? السكون. Nima jar qildi uni? مضاف إليه. Mudof. حارس مضاف. Mhm. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الإعرابة اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. و الجار والمجرور. وحرف الجار والمجرور. الجر والمجرور متعلق بخبر خبر. اقترب. خبر ما اقترب. فعل. بفعل اقترب. o'sha xabarga iqtarobaga mutaalliq bo'lyapti. اقترب خبرmi domla? اقترب ya. Mubtadosi qani uni? fe'lga Ha, o'shani aytaman. بفعل اقترب. بفعل اقترب. Tushundingmi nima deganimizni hozir? fe'l iqtarobaga taalluqli. Ha, o'sha. Mohiyatini tushundingizmi? Ha. Mhm. وحرف عطف مبني على فتح لا محل له من الإعراب. قال معطوف على اقترب. شنو قولها يا أستاذ؟ Mhm. معطوف على اقترب ومعطوف على مرفوع وعلامة يغي. والمعطوف على منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. اقترب منصوب فعل. منصوب مبني emasmi? o'zi mabniy. O'zi mabni, hozir nima bo'lyapti? bo'lmasa bu vaqola والمعطوف على مبني على فتح deymizmi Yo'q. yoki معطوف على اقترب مبني على الفتح deb qo'ysangiz bo'ldi. س حرف مبني على فتح لا محل له من الإعراب. نجري نجري فعل مضارع مرفوع يجري. وعلامة رفعه نجري. علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها ثقال. فاعله ضمير مستتر تقديره نحن. سباقا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. لحرف جر مبني على كسر لا محل له من الإعراب. الطائرة وهو مضاف. سباقا وهو مضاف. للطائرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف. الورقية
Sebaqonda tanvin turibdi-ku, qanaqa qilib mudof bo'ladi? Undan keyin yetmaganiga harf kelyapti. Harfi jar kelyapti. Harf jar turgan bo'lsa, mudofun ilayhi deyish nima kerak bor? O'zi jar qiladi-ku harfi jar. Adashibman. Adashganingiz mayli, xato qilganingiz mayli. Hozir tushundingizmi? Ha. Nima ekan? Tushuntirib bering. Mudof tanvin olmasdi, lekin izofani o'rtasida anaqa manbuli qo'shilmasdi harfi jari. Hech nima. Agar shu yerda harfi jar bo'lmaganda mudofun ilayhi deb yuborarmidingiz? Yo'q. Mudof tanvin emas. Nega bo'lmasa mudofun ilayhi dedingiz toiratda? Majrur bo'lgani uchunmi? Majbur bo'lgani uchun adashib ketdim ustoz. Xo'p. ورقياتي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. هيا يا هشام اقترب من برج المراقبة وسوف أزادي Boshqa. أنادي وسوف أنادي الصغار حتى يجيئوا ويشتروا. qani Hisham o'sha kuzatuv minorasiga yaqinlash. Tez orada bolalarni chaqiraman va ular kelib, toki ular keladi va sotib oladi. اقترب فعل أمر مبني على السكون. اقترب. hayyadan qilish kerak edi. Hayya ism fe'l ma'na asferi Asriya. asriya. يا حرف النداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هشام منادى مبني على الضم في محل نصب. اقترب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. برج من مفهوم كيفما بربر. برجي اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. المراقبة minorasiga chiqdi, yaqinlashdi. Iqtarib min burjil muroqaba. Kuzatuv minorasiga yaqinlash. O'sha ga qo'shimcha olgani uchun maf'ulun bihi qilmoqchimiz. O'zbek tili bilan adashtirib. O'zbek tiliga qarab qilmaysizlar-da, harfi jar o'z turibdi-ku. وهو مضاف. المراقبة اسم مجرور علامة جره كسرة الظاهرة وهو مضاف إليه. كان وحرف عطف مبني على فتح لا محل له من الإعراب. سوف ظرف زمان. سوف ظرف زمان.
yo'q, harf Kim bilan dars حرف qilyapsiz? مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. Kim bilan dars qilyapsiz? Siz bu mavzuni anavi hali nima edi, sherik bilan qilishga, ustozi bilan qilishga ham ulgurmagandim hali. Bu mavzuni orada bitta dars ham bo'lmadi-ku. Kim siz sherigingiz? Mahbuba domlalar bilan birga qilayotgandim. Qachon oxirgi marta Kan uzilib qolardi tarmoq ko'pincha qishloqdaligim uchun. Bu bilan lekin davom etishingiz qiyin bo'ladi bunaqa dars qilish bilan. Abdullayeva Kamolaxon. O'sha kelgan joydan davom etamiz, ustoz. Unay deydi. أنادي الصغار حتى يجيبوا ويشتروا. Va men kichik bolalarni chaqiraman toki ular kelishadi va sotib olishadi. أنادي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الصغار مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة حتى حرف مبني على السكون. أنادي ضمير مستتر تقديره أنا. صغار مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة حتى حرف مبني على السكون. يجيب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون وحرف عطف مبني على الفتح. يشتروا فعل مضارع منصوب معطوف. Hop, yaji'una failini ayting. To'liq i'roblaylar. يجيء فاعله ضمير مستتر تقديره هم. Qayerdan oldingiz? وحرف Hum تقديركم بس ضمير واو الجماعة أداش كتير مستس واو الجماعة فاعله واو الجماعة ضمير متصل. قلت واو الجماعة ده نماسة ضمير متصل مبني على فاعلة السكون في محل رفع فاعل. o'tganmiz debsa. مبني على الضم يجيء ده مبني على وحرف الضمة واو حرف الجماعة. عطف مبني على الفتح. يشتروا فعل مضارع معطوف ustoz ovozim boryaptimi? Sizni ovozingiz kelyapti-yu, lekin bizniki sizga kech boryaptimi? Qolganlarga ovozim kech boryaptimi? Hozir boryaptimi? Yashtiryapti ustoz. Ha. Manda Sizga ozgina uzildi, hozir endi yaxshi bo'lib qoldi. yaji'uda yaji'una fe'l mozisini o'zi mabniyun ala dom bo'ladi. Vovul jamoa esa mabniyun ala sukun fi mahalli raf fa'il bo'ladi. في محل رفع فاعل. خب ustoz adashib ketdim. واو الجماعة ضمير المتصل مبني على السكون bo'ladi ustoz. مبني على السكون في محل رفع فاعل. وحرف عطف مبني على الفتح. يشتروا معطوف على يجيء. Uzr. أعلن yaji'una fe'l madin dema. Uzr. Bu muzariku mansubligini aytdingiz. Vovul jamoa mabni ala sukun bo'ladi. Yashtarudan xuddi shunaqa mansub bo'ladi. hozir aytaymi ustoz? Ha, ayting. يشتروا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون.
واو الجماعة ضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أعلن الحارس عن مسابقة لأجمل أعلى الطائرات الورقية. qo'riqchi e'lon qildi musobaqa haqida eng yaxshi va eng ajoyib va eng baland varrakni e'lon qildi, musobaqasini e'lon qildi. أعلن فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. حارس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. عن حرف الجر مبني على السكون. مسابقة مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. لي حرف الجر مبني على الكسر. جار مجرور. أجمل الجار والمجرور عن مسابقة الجار والمجرور متعلقان بالحارس كما qanaqa ma'no chiqadi unda? musobaqa haqida e'longami ustoz? A'lana fe'liga bo'ladi. أعلن فعلga متعلقان. لي حرف الجر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أجمل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وحرف أتف مبني على الفتح. أعلى معطوف على أجمل والمعطوف على معطوف لأجمل والمعطوف على مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. الطائرات وهو مضاف. وساء الطائرات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الورقية مضاف إليه مجرور مضاف إليه بس. ورقية نات للطائرة ونات مجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ودعا من يرغب رسول فرصها. davom ettiraymi ustoz? في مسار شغال davom ettiraymi? ودع bismillah. ودعا من يرغب في المشاركة أن يحضر الطائرة الورقية. طائرته الورقية. طائرة يصبح طائرته ورقية. خب kim musobaqada ishtirok etishni xohlasa o'zlarini varraklarini tayyorlasin. hozirlasin deyapti. va uni musobaqaga tayyorlasin. musobaqaga tayyorlansin. musobaqaga tayyorlansin. jumla qilyapti. Xo'p. وحرف عطف لا محل له من الإعراب. دعا فعل ماضي مبني على الفتح مبني على السكون بلاتنا. لا دعا مبني على الفتح المقدر. مبني على الفتح المقدر. منع من ظهورها التعذر. من يبقى اسم بلات mana? ism mavsul bo'ladi. Buni jumlada i'robda o'rni bo'ladi. Bu ism mubtada bo'ladi. yo'q. ism mansub Mubtada bo'lmaydi. Fe'ldan keyin kelyapti-ku. fe'l foili bo'ladimi? Yo'q, foyda bo'lsa bo'lmaydi-ku. U chaqirdi deyapti-ku. ودعا من يرغب.
nima deymiz o'rnini buni manni? مفعول به اسم الموصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ودعا من يرغب في المشاركة. musharaka ya'ni qatnashishda xohlayotganlarni chaqirdi. ha ha ودع شنو يرغب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة فاعله ضمير مستتر تقديره هو في المشاركة في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب مشاركة اسم مجرور علامة جره علامة جر كسر الظاهرة جر مجرور متعلق بفعل يرغب أن حرف نصب مصدر واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب يحضر فعل مضارع منصوب علامة نصبه فتحة الظاهرة الطائرة 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 مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة الظاهر وهو مضاف وضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه الورقية الورقية نعت للطائرة نعت للطائرة ونعت المنصوب منصوب علامة نصبه فتحة الظاهرة وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب يستعد فعل مضارع يستعد فعل مضارع فعل مضارع بوليم أن نصب qilyapmiz mana yasta'iddani an yuhdiroga atf bo'ladi o'shaning uchun mansub bo'ladi ham. ها يستعد منصوب فعل مضارع منصوب علامة النصب فتحة الظاهرة معطوف لي حرف جر معطوف 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 على يحضر والمعطوف على المنصوب منصوب علامة نصبه فتحة الظاهرة لي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب سباقي اسم مجرور علامة جره كسرة الظاهرة yaxshi. جر qayerga mutaalliq bo'ladi? جر مجرور متعلق بفعل يستعد يستعد. yaxshi. أتمراد بديارة. وراح صغار يشترون الطائرات من هشام عمر ونادني va bolalar Hishamdan, Umardan va Nadindan sotib olishni boshlashdi. Varraklarni sotib olishni boshlashdi. وحرف العطف مبني على فتح لا محل له من الإعراب راح فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب صغار فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة يشترون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الفتح لأنه من الأفعال الخمسة فعل مع فاعله واو ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل الطائرات مفعول به منصوب علامة نصبه كسرة لأنه من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم من حرف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب هشام اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة وحرف العطف مبني على فتح لا محل له من الإعراب أمر معطوف على هشام ومعطوف على مجرور وعلامة جره ممنوع من الصرف
وحرف العطف مبني على فتح لا محل له من الإعراب. فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. فتحة نيابة عن الكسرة لأنه مملوء من الصرف. وحرف العطف مبني على فتح لا محل له من الإعراب. نادني معطوف على هشام ومعطوف على مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. اقترب أحد الصغار من هشام. kichkina bolakay Hishamni yoniga keldi va sa'alahu hal yumkinu an ashtariya hadhihi al-ta'irata va unga savol berdi. Men bu varrakni sotib olsam bo'ladimi? Iqtaraba fe'l modi mabni ala fath la mahalla lahu min al-i'rab. Ahadu فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة وهو مضاف. الصغار مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة ظاهرة. من حرف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هشام اسم مجرور علامة جره الكسرة ظاهرة. وحرف العطف مبني على فتح لا محل له من الإعراب. سأل في الماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب. هو ضمير متصل مبني على الضم في محل في محل نصب مفعول به. خل خل حرف استفهام مبني على سكون لا محل له من الإعراب. يمكن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة. أنا حرف نصب مصدر واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أشتري فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. هذه اسم إشارة للقارب مبني على كسرة في محل جر مفعول به. في محل نصب مفعول به وهو مضاف. أيوة مضاف ماس في محل نصب مفعول به. الطائرة بدل من هذه وبدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. Yaxshi. Siz sherigingiz kim edi? Sharifa domla va Kamol opa. Yaxshi. ustoz bitta savol mumkinmi ustoz? Ha. Mana yumkinu fe'lini foili bo'lmaydi ha buni ham. Yo'q, unaqa kanaga o'xshagan narsami bu ham? Hal yumkinu deyapmiz-ku. Bu yerda. Bo'ladi. An ashtariya foili bo'ladi. Yumkinuni. Masdar ma'nosida bo'ladi. Hal yumkinu shiroi bo'ladi. Hal yumkinu shiroi. Meni sotib olishim mumkinmi? Foili bo'ladi. Biz an bilan bitta ism kelsa maf'ulun bihi bo'lishini ko'ruvdik-ku, to'g'rimi? Ko'rmadik. Masalan, a'jabani an yadriba desa, a'jabani meni ajablantirdi. Ajablantirdi bo'lsa, nima ajablantirdi? An yadriba seni urishliging. An yadriba shunda uni urishi deganim. An yadriba shunda harf harf fe'lga kirib mastar ma'nosiga o'zgartirib qo'yadi-da. An yadriba mana bunga teng bo'lib qoladi. Ajabani dor ruhu degan ko'rinishga ega qoladi. Tushunarli? Dorbuhu an yadriba bilan bir xil. Dorbuhu bo'lganda foil dermidi? Uni urishi ajablantirdi. Foil derdi. An yadriba ham demak nima bo'ladi? Mastar ma'nosida bo'lib foil bo'ladi. Bu yerda ham yumkinu ana ishlariga xuddi shunaqa. Habib domla? الكبيرة يا هشام. Shunda katta Boyagi gapni davomida bu shuning uchun Al-kabirata na'tun
نعت للطائرات ونعت المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. يا حرف النداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هشام منادى مبني على الضم في محل نصب. أجاب هشام جواب برد هشام. آسف يا صديقي أزور أي دوستم. أجب فعل ماضي مبني على الفتح. عجابة. أجاب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هشام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. آسف. So'z bu yerda ana tushib qo'yganmi? Shunaqa deymizda. Ana asifun deb anani mubtada mahzuf deb qo'yamiz. مبتدا محذوف تقديره deyman ana. Mubtada mahzuf shart emas. Asifuni xobarun li mubtada'in mahzufin deb qo'yasiz bo'ldi. خبر لمبتدا محذوف. يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صديقي منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة. ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. هذه الطائرات ليست أو Izofa bo'lsa, nima bo'lar ekan? Izofa bo'lsa, إضافة. munadada mansub bo'lar ekan, ha? آه، Mhm. مقدر bo'ladi. Muqaddar. Ha. هذه الطائرات ليست للبيع. بيع. Bu varrak sotilmaydi. Sotuv uchun emas. هذه اسم الإشارة مبني على الكسر في محل رفع. مبتدأ. الطائرات بدل من هذه. وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. ليس فعل ماد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تاء التانيث الساكنة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. آم، للباعي بيعي لي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. بيعي اسم مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة. لقد صنعتها وأخي عمر بأيدينا. Lil آه، laysa nima bu fe'lmi? آه، فعل ماضي. Foyli qani buni? فاعله تقدير ضمير مستتر تقديره هي. Shiya. Laysa foyil oladimi? Bu anaqa o'xshaganda foydalanuvchi. Bilmadim ustoz. وليس Nima bilmayman. bo'ladi. Kanani sherigi-ku laysa. Men آه، ilm keluvdim demadingizda. ismi chiqib qolibdi ustoz. Hop, demak nima bo'ladi? Foyli bo'ladimi? Yo'q, Ismi bo'ladi. Hop, ismi qani? ismi harfmi? Harf? Mana bu tavtanis sakinami? Yo'q. Unda ismi anaqa bo'ladimi? Taqdirda bo'ladimi? Mustatir. Taqdirdami? Ha, Oddiy fe'ldagi bo'ladi. Agar oddiy fe'l bo'lsa biz foil derdik. Bu yerda faqat ismi deb qo'yasiz, bo'ldi. shunda ismu laysa Domir mustatir taqdir. ضمير مستتر تقديره هي bo'ladi. Mana shu taqdiruhu degani taqdirda degani emas. Taqdiruhu degani taxminiy ko'rinishi degani. Ha, Taqdiriy ko'rinishi u taqdirda bor degani emas, u mustatir. Muqaddar emas u. Tushunarli-a? Muqaddar bilan mustatir ikki xil narsa. Taqdiruhu deganimiz ko'rinishi mana bunaqa deyapmizda. Masalan, kuyov bor, falon joyda ishlaydi. Ko'rinishi mana bunaqa deymiz-ku. hmm, Ko'rinishi mana bunaqa deganimizda biza ko'rinishi, taqdiriy ko'rinishi, taxminiy ko'rinishi shunaqa deb aytamizda. Lekin u kuyovi muqaddar o'zi yo'q kuyov deb qo'ymaymizda. hop. Mhm.
لقد Bay'i nima صنعت bo'ladi shunda? بيعي xabar bo'ladi. Xabar Anaqa al-jar wal majrur. الجار والمجرور في محل رفع خبر. Ana bo'lsa. Al-jar wal majrur mutaalliqani bi xabarin mahzufin deganmiz. Xabarni turlari mavzusini yaxshi o'qimaganmisiz? Esimdan chiqib qolibdi ustoz. Bir kun dars Takrorlash kerak. bir kun dars bo'lmaganiga deb qo'ying. Yo'q. Hop, yaxshi. Eh, Esdan chiqarmanglar buni. Bu kerakli narsalarda. Hozir esdan chiqarsanglar mana kurs tugamasidan. Kurs tugagandan keyin tasavvur qilib ko'ring nima bo'ladi. Shunchaki tasavvur qilib ko'ringlar. Yaxshigina esdan chiqadi. Hop, Ne'mat va Muharramxon. Ustoz, bir daqiqa bittasi mana shunday esimdan chiqib qoladi. So'rab olsam maylimi? Mhm. Hozir lil bay'ida laysani xabari dedik-a, shunaqa bo'ladi. Nima Shuna dedik? deb ketdik-ku. Mahzuf bo'lgan xabarga mutaalliq dedik. Mahsub bo'lgan. Endi mana hazihi toyirotuni boshida mubtado deb ketdik. Mhm. Endi buni mahsub bo'lgan lil ba'ida o'sha jar majrur mahsub bo'lgan xabar deb o'sha lil ba'i o'sha mubtadoni xabari bo'lyapti shu. Yo'q. Bu mubtado, bu badal, Hazihi mubtado bu fe'l, toyiroti badal. Hmm. bu fe'l, ismi mustatir, mana ismi mustatir. Bu mahzuf bo'lgan xabarga mutaalliq. Endi laysa ismi xabari bilan birgalikda qanaqa jumla? Fe'liy jumlami? Fe'liy jumla. Mana shu fe'liy jumla xabar bo'ladi. Tushundim. Tushundim ustoz. Tushunarli. O'zicha tushunib olsanglar mohiyatinicha hamma narsa bitta narsani atrofida aylanaveradi. Bir-biriga o'xshab ketadi, bir xil narsa hammasi. Tushundim. Chalg'itib turdilar o'qish. لقد صنعتها لقد صنعتها وأخي عمر بأيدينا. أم، bu- buni men va ukam Umar bilan qo'llarimiz bilan yasaganmiz. لكن يمكن أن أعلمك كيف تصنع مثلها. lekin senga qanday qilib yasashni o'rgatishim mumkin. unday qanday yasashni o'rgatishim mumkin. لقد حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صنعتها صنع فعل ماضي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وحرفات مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أخي اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. يا والمتكلم ضمير متصل مبني على السكون وهو مضاف. أخي وهو مضاف وهو مضاف. يا المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جار مضاف إليه. عمر Shunda va axi nima bo'ldi? shunda so'ramoqchi edimsiz. Qarang, mana Foil bo'ldi. bu sona tudagi tuga ma'tuf bo'lar ekan. أخي معطوف على Bu sal chuqurroq masala, ya'ni muttasilga zohir ma'tuf bo'lish bo'lmasligi, to'xtalmaymiz bunga, o'tiring. عمر ustoz. Nima bo'ladi? Bu axidan badal bo'ladi. Umaru bo'lishi kerak edi asli.
Akam Umar deyapti. Ya'ni akam so'zi bilan Umar bitta shaxs badal bo'ladi. عمر بدل من أخي وبدل المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. Umaru bo'lgan aslida xato ketib qolgan kitobda. ها وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. بحرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أيدينا آم، أيدي اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه Aydi bo'lib qoladimi? Muqaddar bunda bo'ladi. آم، shunday ustoz aslida qanaqa bo'lgan aydinani nimasi? Asli yadun aydin bo'lganda aydin Mm, tanvinli. Endi mudof bo'lgandan keyin aydi bo'ladi-da, nuni tushib qoladi oxiriga. Mana yadun aydin bo'lgan. Aydin so'ziga mm, alif lam kiritsak qanaqa bo'ladi? Al aydi bo'ladi. Aydin so'zini mudof qilsak qanaqa bo'ladi? Aydi bo'ladi. Tushunarlimi? mm. Aydi bo'lib turibdi-da, keyin na qo'shildi. Endi bunda aydiyu bo'lishi kerak edi asli, lekin siqol bo'lgani uchun muqaddar bo'ladi. Mm. أيدي خضر اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة آه، علامة جري جره الكسرة مقدر. نا ضمير متصل مبني على السكون في في محل آه، أيدي في مقدر محل جر مضاف إليه. كسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل وهو مضاف. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. بند مثل زمان يا بند. خب yaxshi bo'ladi. Rasaxona va oliymoqni o'qimadim hali. يا ضمة لكن يمكن أن أعلمك كيف تصنع مثلها. Hmm. Lekin senga uni qanday yasashni, xuddi shunday yasashni o'rgataman. لكن حرف نافسخ مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يمكن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة. فاعله ضمير متصل تقديره هو. أن حرف مصدر ونسب لا محل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. علم فعل مضارع منصوب. وعلم إيه وعلم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة كضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. endi yumkinuni foili endi chiqadi. An uallimaka ها ya'ni ta'limi bo'ladi. Allama yuallimu ta'limun masdari bo'ladi. Meni ta'limim, ya'ni meni o'rgatishim mumkin deyapti.
يمكن أن ممكن. أعلمك. مهم. كيف حرف اسم استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تصنع فعل لا مضارع محل مرفوع ضمير وعلامة رفعه استقرار في محل بلد في محل إيه في محل نصب. حال بلد تصنع فعل ما دي ستوس حال بلد في محل مهم. في محل نصب حال. تصنع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة. فاعله ضمير مستتر تقديره هي. تصنع تصنع كيف تصنع هي بلد بلد إيه تصنع أنت 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 بلد أعذر أستاذ. مثل آه، مثل حال بلد أستاذ. يا مفعول به بلد تصنع يا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة وهو مضاف. ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. قلب إيش إيه مضاف إليه مضاف إليه في محل جر زور أستاذ. Sizden İster bırak. yo'q uyda rosa mehmon ko'p hamma yonimda ilgi bitta uyga tiqilib qoldikda usta bor edi shunga ilgi bo'lib ketdi.